105 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. Afdalus saat jawful leylil ahir. Vaqtning eng yaxshi soatlari kechining oxiridagi soatlaridir. Kechining oxirgi 1/3 qismi kunning eng yaxshi vaqti deb hisoblanadi. Başqa hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. Yetenezzalu Rabbuna tebareke ve teala kulle leylin ila sema'ad dunya. Hine yebqa sulusul leylil ahir yaqul. Her bir keçinin 1/3 qismi qalganda Rabbimiz tebareke ve teala axırqı asmanga tushib mundaq deydi. Men yed'uni fa astejib lahu. Kim manga dua qilsa, uning duasiga men ijobat qilaman. Men yes'aluni fa u'tiyahu. Kim meningdan bir nima so'rasa, so'ragan narsasini beraman. Wa men yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kim meningdan kechirim so'rab mag'firat tilasa, uni kechirib mag'firat qilaman. Eng afzal vaqt kechining oxirgi 1/3 qismi. Sham namoz bilan bomdod namozining orasidagi vaqtni 3 qismga bo'lsak, uning oxirgi 1/3 qismi shu afzal vaqtidir. Kim tatliq uyquni buzib, mushu vaqtda tahajjud namoz o'qib Alloh taologa duo qilsa, haqiqiy utuqqa ega bo'lar. Eng bo'lmaganda bomdod namozining kirishiga 1 soat qolganda turib, bu vaqtning foydasiga ega bo'lsak bo'ladi.